Salam dünyanın arkadaşlarki görünmeler, hazır qahtanlar xeyirlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugünkü temamiz olsa Bitcoin, yani raqamlik pul ve mevhum pul. Bu temini sizlarga baştan oxirigacha tushuntirishman. Bu videoni ko'rib bo'lgandan keyin hammamiz Bitcoin to'g'risida va raqamlik pullar to'g'risida nihoyat yaxshi tushunchaga ega bo'lamiz. Mushu oxirgi 1 hafta 10 kunning ichida Instagram hisobimda Bitcoin to'g'risida to'xtamay yangi uchurlarni chiqarib turdim. Men o'zimni burundan tortib Bitcoinga qiziqatdim. Bitcoin to'g'risida xabarlar bo'lsa ichib ko'rib boqatdim. Lekin azaldan mablag' silib boqmadim. Mushu oxirgi 10 kunda Bitcoin 20 ming dollar saviyasini besib o'tgandan keyin o'zim mablag' silishga boshladim va atrofimdagilarga mablag' silishni tavsiya qildim. Hozir mushu video temasini izlayotgan va izlayotgan vaqtimda 1 Bitcoinning hozirgi bozor bahosi 23515 dollar ekan. Hozir siz bu videoni ko'rayotgan vaqtingizda 1 Bitcoinning bahosi qancha dollar bo'ldi to'g'ri chiqib tekshirib boqsangiz bo'ldi. Raqamlik pul, ya'ni mavhum pul degan nima? Şifrlashtirish sistemini ishlatib, savdoni kapolatga ega qilgan, naqd pulga almashtirish quroli qilib loyihalangan raqamlik mulk, ya'ni mavhum ilmit. Dunyoda hozir 2000 xilga yaqin raqamlik pul mavjud. Bitcoin faqat bularning ichidagi birisi. Lekin eng kuchlilardan. Unda qolsa, Bitcoin va shuningga o'xshash mavhum pullar nima sababdan o'tirib chiqdi? Eng chong sabablardan birisi 2008-yili Amerikada nihoyat chong krizislardan birisi yuz berdi. Bu krizisdan chiqish uchun Amerika oxirgi 200 yilda besib chiqargan pulining 4'sini 1 yil ichida besib chiqardi. Boshqa davlatlarning markaziy banklari Amerika markaziy bankasiga ergashib, o'xshash shaklda pul besib chiqardi. Dunyoda asos hamma narsa dollarga bog'liq bo'lgani uchun boshqa davlatlarning markaziy banklari Amerikaning markaziy bankasining harakatiga qarata ish qildi. Bunimiz dunyodagi eng qimmatli pul degan videomiz ishlagan to'q. O'sha ustidagiga o videoni qo'yib qo'ymay, agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib boqsangiz bo'ldi. Ko'paygan narsaning qimmatining tushib ketganligini burungi videolarimda so'zlab o'tgandim. Markaziy banklarning elib borgan bu xato siyosati 1 yil ichida butun dunyodagi pullarning qimmatsizlashib ketishini va yanchiqda nihoyat ko'p pul bo'lgan minglagan shirkatlarning vayron bo'lishini keltirib chiqardi. Va bu krizisning qattiq taraflari yana xalqning ustiga tushdi. Hozirmi ba'zi davlatlarda krizis chiqib qolsa, o'xshamagan shaklda siyosatlarni yo'l qo'ydi. Masalan, banklardan pul olishga yoki pul chiqarishga cheklamab keldi. Bank kartlari, innovativ kartlari, pul avatish deganga o'xshash mashg'ulot olib boradigan narsalar pul muomala organlari va davlat tarafidan kuzatildi va kontrol qilindi. Bu vosita organlar orqali mashg'ulot olib borgan vaqtingizda sizdan mashg'ulot haqqi tutib oldi. Agar siz butun mol-mulkingizni boshqa bir yerga, boshqa bir davlatga ko'chirmoqchi bo'lgan vaqtingizda hamma narsangizni setib, dollar yoki yevroga almashtirib olib ketasiz. O'ttirliqda banka va vosita organlar o'zlarining xizmat puli, bosh puli degandek nurg'un pullarni kesib oldi. Hamda bir davlatdan yana bir davlatga cheklik miqdorda pul o'tkaza olasiz. Lekin sizda Bitcoin portmali yoki Bitcoin hisobi bo'lsa, butun mol-mulkingizni bu portmalga, ya'ni bu hisobga silib, har qanday bir davlatga keta olasiz va o'ttirliqda hech qanday bir organ sizdan ortiqcha pul talab qila olmaydi. Bularning hammasini hal qilishning usuli markaziy bo'lmagan organlardan mustaqil bir pul ishlab chiqarish. Shunga 2008-yili bu raqamli pul sistemasi nihoyat oddiy bir maqola bilan o'tirib chiqdi. 9 betlik bir PDF maqolasi bilan o'tirib chiqdi. Bu nazariyani o'tirib qo'ygan va Bitcoinni ijod qilgan odam hozircha aniq emas. Nihoyat sirliq shaklda g'oyib. Faqat bir ismlar mavjud: Satoshi Nakamoto. Maqolaning avtori Satoshi Nakamoto bo'lib, uning haqiqiy qismi, taxallusi, guruh ismi haqida hozircha talash-tartish bor. Satoshi Nakamoto Bitcoin deb ism berilgan bir raqamli qimmatni o'tirib chiqardi. Davlatlardan va markaziy banklardan mustaqil, ya'ni bog'lantisiz, hech qanday bir markazga ehtiyoj yo'q. Faqat insonlar orasida o'zaro qanday pul almashtiradiganligining kelishimini yozib chiqdi va Bitcoinni o'tirib chiqardi. Bu maqolaning temasi kishidan kishiga elektronlik pul sistemasi, bir markaziy mavjud bo'lmagan moliya tor qurilmasi. Bitcoin hech qanday bir rasmiy organ yoki hech qanday bir markaziy organ bilan aloqasi bo'lmagan, davlatlar va vosita organlar o'tirida bo'lmagan, kishidan kishiga elib setish qig'il bo'lgan raqamli pul. Hech qanday bir davlat bir insonning Bitcoin hisobini etib yetolmaydi, to'g'rilolmaydi va yoki pul yiqishini ko'rolmaydi. Raqamli dunyoga texmi yiqilishimiz bilan birlikda bu xil mavhum pullarga bo'lgan talab kundan kunga eshishga
ve qimmatlanishga başladı. 6 ay burun bir bitcoin 8971 dolarken toq. 3 ay burun bir bitcoin 10724 dolarken. Bitcoinning soni butun dunyoda 21 million bilan cheklik qilgan. Hozirgacha o'ttirib chiqqan bitcoinning soni bo'lsa 18 million 500 mingga yaqin. 2013-yilda dunyodagi butun bitcoinning umumiy qiymati 1 milliard 200 million ken toq. Hozir butun dunyodagi bitcoinning umumiy qiymati 500 milliard dollarga yaqinlashdi. Balki hozir eshib ketgan bo'lishi mumkin. Dunyodagi nurg'unlagan cho'ng shirkatlarning qiymatiga yetishib qoldi. Bitcoin orqali tunji mal sotib olish 2010-yil 5-oyning 22-kuni elib berilgan bo'lib, 10 ming tal bitcoinga 2 tal pizza sotib olgan. 10 ming tal bitcoinning hozir qiymati olsa 250 million dollar. Bitcoin yangi chiqqan vaqtlarda 1 dollarga 1309 bitcoin sotib olgan bo'ldi ekan toq. Hozir 1309 tal bitcoin 35 million dollar. Mavhum pul sistemasi bir xil zanjirsimon sistem ishlatadi. Blockchain. Kompyuterda va tor dunyosida elib berilgan bitcoin va raqamli pullarning xotirasini saqlaydigan sistema. Butun savdo xotiralarini bu sistema xotirlab mavdu va saqlaydi. Unda qolsa bitcoin nereden va qanday chiqarildi? Bitcoin chiqarish va mavhum pul chiqarish oltin chiqarishga o'xshash murakkab bir sistem ustida qurilgan. Buni biz mavhum pul konchiligi, ya'ni bitcoin konchiligi deymiz. Normal biz turmushimizda ishlatadigan pullarni markaziy banklar ishlab chiqaradi va bosadi. Lekin bitcoin ishlab chiqarish hech qanday bir markazga bog'lanib qolmagan. Bitcoinda har qanday bir inson kerakli bo'lgan sistema va kompyuterlarga tayinib bitcoin yoki boshqa mavhum pullarni qizib chiqa oladi. Mavhum pul sistemasi bir zanjirsimon sistem ishlatadi degan to'q. Blockchain, ya'ni bir blok zanjiri. Butun mavhum pullar bilan elib berilgan pul avati so'zsitik ishlarining hammasini blockchain xotirlab mavdu va qo'llaydi. Bitcoin konchilari kompyuterga konchilik sistemasi tushirib blok zanjiri uchun ishlaydi va qilgan amalining mukofoti o'rnida bitcoinga erisha oladi. Masalan, bir inson yana bir insonga bitcoin avatgan vaqtda bu avatilishning amalga oshishi uchun sistema hisoblash va tizimlashtirish elib bordi va har bir ishlamni xotirlab mavdu. Bu ishlarning hammasini butun dunyodagi necha millionlagan kompyuter hisoblab va qo'llab turdi. Bitcoin konchilari o'zlarining kompyuter sistemasini bu zanjirga bog'lab qo'ygan va bu zanjirning avatgan hisoblarini ishlab mavdu. Eng oddiy qilib aytganimizda bitcoin konchiligi bu shaklda bo'ldi. Nəhayət yuqori darajali kompyuter sistemalari 24 soat to'xtamay ishlashi lozim. Kompyuterga kuchli qattiq detallar qachonlishi va o'rnatilishi lozim. Hozir ekranda ko'rganinglardek million dollarlik sistem bilan qurilgan mavhum pul konchilik zavodi. Bitcoin konchiligida ishlatilgan kompyuter yordamchi sistemalar, qo'shimcha zapchastlar, sovutish sistemasi va tok ishlatish hisoblanganda nəhayət ko'p mablag' ketadi. Qurgan sistema qancha yuqori va ko'p bo'lganda shuncha tez unum oladi. Konchilik bilan shug'ullanadigan insonlarning soni ko'paygancha bitcoin chiqarishmo shuncha tezlashadi. Butun bitcoinlarni chiqarib bo'lish uchun, ya'ni 21 million bitcoinning hammasini chiqarib bo'lish uchun taxminlangan vaqt bo'lsa yana 100 yil ketadi. Mavhum pul konchiligida faqat bitcoinlar yo'q. Bundan boshqa nurg'unlagan tovan coinlarmi mavjud. Masalan, Ethereum, Ripple, Litecoin degandek bitcoindan qolsam kuchli bo'lgan boshqa mavhum pullarmi mavjud. Bir Ethereumning hozirgi bahosi bo'lsa 630 dollar, Litecoinning hozirgi bahosi bo'lsa 129 dollar. Ripple'ning hozirgi bahosi bo'lsa 0.128 sent. Men bu mavhum pul konchilik ishiga va qiziqib ketmayman. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, tordan yaxshi izlanib, maliyatlarini yaxshi hisoblab, ondan konchilik qilishini tavsiya qilaman. Meni asosiy qiziqadiganim mavhum pul paychek bozori. Normal paychek bozoriga o'xshash bitcoin va boshqa mavhum pullar bir mablag' silish turi. Raqamli pul bozorida raqamli pul elib setib qila olasiz. Millionlagan insonlar bu bozorda mablag' soldi. Paychek o'xshash kelgusi parlaq bo'lgan mavhum pullarni setib olib, qiymati yuqorilaganda setib paydo oldi. Shu yaqinqi bir oyda bitcoin bo'lgan talab nəhayət yuqorilab ketdi. Nurg'unlagan cho'ng shirkatlarmi o'zlarining bitcoin setib olganligini yoki setib olgan bo'lganligini so'zlab bozorni texmo qizdiryapti. Bitcoin normalda qanday o'sadi degan vaqtimizda bir narsaga talab qancha jiqaygancha u narsaning qiymati yuqorilaydi. Bitcoinmi shunga o'xshash qancha ko'p inson setib olsa, buning qiymati shuncha yuqorilabmaydi. O'xshashdan bitcoin munosabatlik aktiv xabarlar qancha ko'p chiqqancha, uning qiymatiga qimmat qo'shadi. Qanday bo'lsa, nəhayət ishtik tushib ketish ehtimoli bo'ldi degan vaqtda agar bir davlat yoki ma'lum bir organ Bitcoin'i cheklaymiz, bizning davlatimizda ishlashib bo'lmaydi degandek bir xabar chiqarib qolsa va ya bir cheklamab qolsa, bu Bitcoin'ga nəhayət og'ir ta'sir ko'rsatadi. Mavhum pullar oltin, kumush, paychek o'xshash
qisqa muddatlik, uzun muddatlik mablag' solishtirib qoldi. Shunga bularga mablag' solgan vaqtingizda xabarlarni yaxshi kuzatishingiz, grafik ko'rsatkichdagi o'zgarishlarni va hisoblashlarni bilishingiz, qarg'ularcha emas, tushunib turib, belgili bir shaklda bu bozorga kirishingizni umid qilaman. Masalan, xabarda yoki Twitterda Elon Musk Bitcoin to'g'risida aktiv bir narsani yozib qolsa, bu Bitcoinning qiymatini o'stirib yetalaydi. Bu xil cho'ng shirkatlar va insonlarning qizg'inligiga erishgan bu insonlar bozorlarga ta'sir ko'rsatadi. Hamda Bitcoin va mavhum pullarga nada mablag' silindi degan vaqtimizda, men bildigan eng cho'ng mavhum pul bozorlaridan birisi Binance. İnsanlar bununla tizimlab kayıt bo'lgandan keyin pul yotqizib o'z yoqtiradigan mavhum pullarni sotib olaydi. Meni hozir shiltotqanim bo'lsa BTC Turk. Turkiyadagi ko'pincha insonlar buni shiltidi. Buningga o'xshash tizimlab a'zo bo'lgandan keyin turk lirasi yotqizib, turk lirasi bilan mo elib setish qila olasiz. Kompyuterda yoki telefonda mashg'ulot olib bera olasiz. 7-24 soat elib setish qilg'ili bo'ldi. Normalda bu xil torbatlarni yoki applarni ishlatgan vaqtingizda yaxshi izlanib, boshqalarning inkaslarini ko'rib, qaysida eng ko'p inson elib setish qildi, hammani izlangandan keyin ondan kirishingizni tavsiya qilaman. Unda qolsa bugungi videomiz mushakcha olsin. Yoqtirib ko'rganlarga rahmat. Har vaqt yangi va ishonchli bilgilarni sizlar bilan o'rtoqlashishga tirishaman. Kunlaringiz utuqliq va sog'lom bo'lsin. Balkim yangi yilgacha yangi video chiqarmasligim mumkin. Shunga hozirdan boshlab hammalarning yangi yillarga muborak bo'lsin. Yangi yilda kuchli bo'lishinglarni va sog'lom bo'lishinglarni tilayman. Xayr-xo'sh, kelar qitimliq yangi bilimda ko'rishaylik.